Diqqat bilan eshiting. 25 iyulgacha bajariladigan ishlarni kechiktirsangiz, keyin ortiqcha jarima, navbat, qayta hujjat topshirish yoki ayrim to'lovlardan vaqtincha chetda qolish xavfi paydo bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot faqat tadbirkorlarga emas, uy egalariga, avtomobil haydovchilariga, nafaqa va ijtimoiy yordam oluvchilarga, soliq to'lovchilarga, kommunal xizmatlardan foydalanuvchi har bir oilaga tegishli. Men bugun sizga iyul oyidagi eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntiraman. Nima o'zgardi? Kimlar albatta tekshirish kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi va 15 iyulgacha nimalarni qilib qo'yish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim holatlarda bitta kichik tekshiruv sizni katta bosh og'riqdan saqlab qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunday muhim ogohlantirishlarni vaqtida ko'rib borasiz. Oldin ko'pchilik ishni keyinroq qilaman deb yurardi. Masalan, soliq qarzdorligini yil oxirida tekshiraman. Kommunal hisoblagichni keyin ko'rsataman. Hujjatlarim elektron bazada bormi, yo'qmi? Shoshilinch emas deb o'ylardi. Lekin hozir davlat xizmatlari, soliq, kommunal hisob kitoblar, ijtimoiy yordam, kadastr va avtomobil bilan bog'liq ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ya'ni hujjat sizning qo'lingizda bo'lishi yetarli emas, u tizimda to'g'ri ko'rinishi ham kerak. Iyul oyidagi asosiy o'zgarishlarning mazmuni shuki, ko'plab ma'lumotlar yangilanadi, qarzdorliklar qayta hisoblanadi. Ayrim arizalar va bildirishnomalar uchun muddatlar yaqinlashadi. Fuqarolardan esa o'z ma'lumotlarini tekshirib qo'yish talab qilinadi. Bu yerda eng katta muammo shundaki, odam jarima kelgandan keyin yoki to'lov to'xtagandan keyin bilib qoladi. Men aynan shuning oldini olish uchun gapiryapman. Avval oddiy qog'oz hujjat bilan ko'p narsani isbotlash mumkin edi. Hozir esa bank, soliq, kadastr, kommunal, ijtimoiy himoya va boshqa tizimlar bir-biriga bog'lanib bormoqda. Masalan, sizning nomingizda uy bormi, mashina bormi, daromad tushyaptimi, qarzdorlik bormi, yashash manzilingiz to'g'rimi? Bularning hammasi avtomatik tekshirilishi mumkin. Agar bir joyda xatolik bo'lsa, natija boshqa joyda muammo bo'lib chiqadi. Birinchi navbatda 15 iyulgacha eng muhim ishlaringizdan biri shaxsiy ma'lumotlarni tekshirishdir. Men buni oddiy maslahat sifatida emas, zarur profilaktika sifatida aytyapman. Pasport yoki ID karta ma'lumoti, telefon raqam, doimiy yashash manzili, mulk ma'lumotlari, soliq to'lovchi sifatidagi holat, kommunal hisoblagich raqamlari to'g'ri ko'rinishi kerak. Bitta noto'g'ri raqam ham keyin katta muammo keltirib chiqaradi. Masalan, bir fuqaroning uyida suv hisoblagich bor. Lekin tizimda eski hisoblagich raqami turibdi. Odam har oy ko'rsatkich kiritadi, lekin qarzdorlik kamaymaydi. Sababi to'lov boshqa hisobga bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin. Natijada 200 ming so'mlik to'lov vaqtida qilingan bo'lsa ham, tizimda 600 ming so'm qarzdorlik chiqadi. Keyin fuqaro idora yuradi, kvitansiya izlaydi, ariza yozadi. Shuni 15 iyulgacha tekshirib qo'ysa, muammoni oldindan hal qiladi. Ikkinchi muhim masala soliq va majburiy to'lovlar. Agar sizda uy-joy, yer uchastkasi, noturar joy, ijara daromadi yoki kichik biznes bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda qarzdorlik bor yo'qligini albatta ko'ring. Ba'zida odam men hammasini to'laganman deydi, lekin penya yoki qayta hisob-kitob sabab 30 ming, 10 ming, 1 ming so'm qarz chiqib qoladi. Miqdor kichik bo'lsa ham vaqtida ko'rilmasa, u jarima yoki cheklovga sabab bo'lishi mumkin. Oddiy misol, sizning nomingizda 2 xonali kvartira bor. Yil boshida mol-mulk solig'i hisoblangan, lekin siz to'lovni kechiktirgansiz. Iyulga kelib tizim qarzdorlikni yangilaydi. Siz bankdan kredit olmoqchi bo'lasiz yoki avtomobilni rasmiylashtirmoqchi bo'lasiz, qarzdorlik ko'rinadi. O'sha paytda atigi 20 ming so'm ekan-ku deyishingiz mumkin. Lekin muammo pulda emas, vaqt va jarayonda. Bir necha daqiqalik tekshiruv sizni bir necha kunlik yugur-yugurdan qutqaradi. Uchinchi masala ijtimoiy yordam, nafaqa, kompensatsiya va subsidiya oluvchilar uchun juda muhim. Agar oilangizda bola puli, moddiy yordam, ijara kompensatsiyasi, kommunal imtiyoz yoki boshqa ijtimoiy to'lov bo'lsa, ma'lumotlaringiz yangiligi tekshiriladi. Tizim oilaning daromadi, a'zolari soni, mulki, ish joyi va boshqa ma'lumotlarni ko'rib chiqishi mumkin. Shuning uchun oilaviy holat o'zgargan bo'lsa, masalan, farzand tug'ilgan, kimdir ishga kirgan, kimdir yashash manzilini o'zgartirgan, buni befarq qoldirmang. Bu yerda odamlar ko'p tushunmaydigan nozik masala bor. Ijtimoiy yordam to'xtasa,
Bu har doim siz haqsiz degani emas. Ba'zan bazada noto'g'ri ma'lumot turadi. Masalan, oilada ishlamayotgan kishi tizimda ishli ko'rinadi. Eski avtomobil hali ham uning nomida turadi. Sotilgan uy bazada o'chmagan bo'ladi. Natijada oila yordam mezoniga tushmay qolgandek ko'rinadi. Shuning uchun 15 iyulgacha mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli elektron xizmat orqali ma'lumotni tekshirib qo'yish kerak. 4-chi yo'nalish avtomobil haydovchilari. Agar sizning nomingizda mashina bo'lsa, jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma va boshqa ma'lumotlarni tekshirib chiqing. Hozir yo'l harakati jarimalari ko'pincha elektron keladi. Lekin telefon raqamingiz noto'g'ri bo'lsa yoki xabarnoma ko'rinmasa, siz buni bilmay qolishingiz mumkin. Keyin jarima muddati o'tadi, chegirma imkoniyati yo'qoladi yoki qarzdorlik kattalashadi. Masalan, haydovchi tezlikni oshirgani uchun 340 ming so'm jarima olgan. Agar u belgilangan muddatda to'lasa, chegirmadan foydalanishi mumkin. Lekin xabar kelmagan yoki u shaxsiy kabinetga kirmagan. Bir oy o'tib qarasa to'liq miqdor turibdi. U men bilmaganman dedi, lekin tizim uchun jarima rasmiy qayd etilgan. Shuning uchun iyul boshida, ayniqsa 11 iyulgacha mashinangizga bog'liq barcha qarzdorliklarni ko'rib chiqing. 5-chi, muhim masala tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, MCJ yuritsangiz, onlayn savdo qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz yoki o'zi band qilgan bo'lsangiz, hisob, elektron chek, aylanma, soliq rejimi va bank tushumlarini tartibga soling. Iyul oyida yarim yillik yakunlari bo'yicha ko'p narsalar ko'rinadi. Birinchi 6 oyda tushgan pul bilan deklaratsiya yoki hisobot mos kelmasa, savollar paydo bo'lishi mumkin. Oddiy vaziyatni olaylik. Tikuvchi ayol o'zini o'zi band qilgan oyga 3 million so'm atrofida buyurtma oladi. Pulning bir qismi kartaga tushadi. Agar u faoliyat turini to'g'ri tanlamagan bo'lsa, tushumlar boshqa daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Yoki kichik do'kon egasi onlayn nazorat kassa cheklarni muntazam bermasa, xaridor shikoyat qilganda yoki tizim solishtirganda muammo chiqadi. Shuning uchun 15 yilgacha shaxsiy kabinet, soliq ilovasi bank tushumlari va kassa ma'lumotlarini solishtirib qo'yish kerak. Birinchi guruh. Nomida mulk bor fuqarolar. Uy, yer, dala hovli, garaj, noturar joy yoki ulush bo'lsa, mol-mulk va yer solig'i bo'yicha ma'lumotlarni ko'ring. Ayrimlar bu uyda yashamayman, demak menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Lekin mulk kimning nomida bo'lsa, javobgarlik ham ko'pincha o'sha shaxsga bog'lanadi. Ikkinchi guruh ijtimoiy to'lov oluvchilar. Bola puli, kam ta'minlangan oilalarga yordam, nogironlik bilan bog'liq to'lovlar, pensiya, kompensatsiya yoki subsidiya bo'lsa, hujjatlar yangiligi juda muhim. Oilaviy tarkibdagi har bir o'zgarish tizimga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi guruh avtomobil egalari. Jarima sug'urta, texnik ko'rik va ishonchnoma bo'yicha muddatlarni ko'ring. Ayniqsa mashinani boshqalarga bergan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Jarima ko'pincha transport vositasi egasiga keladi. 4-guruh ijara beruvchilar. Uyini ijaraga bergan, lekin shartnomani rasmiylashtirmagan odamlar keyin soliq va nizolar bo'yicha qiynalishi mumkin. Ijrochi bilan kelishuv og'zaki bo'lsa, kommunal qarzdorlik kimga tegishli? Uyga zarar yetganda kim javob beradi? To'lov kechiksa nima bo'ladi? Bularning hammasi muammo bo'lib chiqadi. 5-guruh tadbirkorlar. Hisobot soliq qarzdorligi, elektron hujjatlar, xodimlar rasmiylashtirilishi, ijara shartnomasi va kassa intizomi bo'yicha hammasini tekshirish kerak. Yarim yillik davr yakunlanganidan keyin xatoni tuzatish qiyinlashadi. Agar sizning barcha hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, qarzdorliklaringiz yo'q bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda ma'lumotlar to'g'ri ko'rinsa, ijtimoiy to'lov olmayotgan bo'lsangiz, tadbirkorlik faoliyatingiz bo'lmasa va nomingizda mulk yoki avtomobil bo'lmasa, siz uchun xavf ancha past. Lekin baribir telefon raqamingiz, pasport ma'lumotingiz va yashash manzilingiz tizimlarda to'g'ri turishini bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Men doim shuni aytaman, muammo chiqmaganda tekshirish 10 daqiqa. Muammo chiqqandan keyin tuzatish ba'zan 10 kun. Shuning uchun menga aloqasi yo'q demasdan, hech bo'lmaganda eng asosiy 3 ta narsani ko'ring. Qarzdorlik, hujjatlar, xabarnomalar, endi istisnolar. Tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, to'lov qilingan, lekin tizimda aks etmagan holat. Bu kommunal xizmatlarda ham, soliqlarda ham, jarimalarda ham uchrashi mumkin. Sababi to'lov noto'g'ri hisob raqamiga ketgan,
shaxsiy hisob noto'g'ri kiritilgan, bankdagi operatsiya kechikkan yoki tizimlar o'rtasida almashinuv vaqt olgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat pul yechilganiga qarab xotirjam bo'lmang, qarzdorlik yopilganini ham tekshiring. Ikkinchi tuzoq eski telefon raqam. Ko'pchilik yillar oldin ro'yxatdan o'tgan raqamni ishlatmay qo'ygan. Lekin davlat xizmatlari bank yoki soliq tizimida o'sha raqam turibdi. Xabarnoma boshqa joyga ketadi, odam esa bilmay qoladi. Keyin menga hech narsa kelmadi degan gap yordam bermasligi mumkin. 15 iyulgacha asosiy kabinetlarda telefon raqamingizni yangilang. 3-tuzoq. Mulk sotilgan, lekin bazada hali ham sizning nomingizda. Ayniqsa eski shartnomalar, meros, ulushli mulk, garaj yoki yer uchastkalarida bunday holat bo'ladi. Agar mulk sizning nomingizda ko'rinayotgan bo'lsa, soliq ham sizga hisoblanishi mumkin. Siz men uni 5 yil oldin sotganman desangiz ham tizimdagi yozuv boshqacha bo'lsa, avval yozuvni tuzatish kerak bo'ladi. 4-tuzoq. Oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan. Ijtimoiy yordamda bu juda muhim. Masalan, bir oila 4 kishi yashaydi, lekin tizimda 5 kishi ko'rinadi. Yoki aksincha, yangi tug'ilgan farzand hali qo'shilmagan. Daromad jon boshiga hisoblanganda bitta odam ham natijani o'zgartiradi. 4 kishilik oilada 6 million so'm daromad bo'lsa, jon boshiga 1 million so'mdan to'g'ri keladi. Agar tizimda 3 kishi ko'rinsa 2 milliondan chiqadi. Bu esa yordam olish mezoniga ta'sir qilishi mumkin. 5-tuzoq. Qarzdorlikni oxirgi kuni to'lash. 25 iyul kuni kechqurun to'lov qilsangiz, tizimda darhol aks etmasligi mumkin. Bank operatsiyasi, dam olish kuni, texnik uzilish, noto'g'ri rekvizit kabi sabablar bor. Men amaliyotda doim 2-3 kun oldin tugatishni tavsiya qilaman. Muddat 11 iyul bo'lsa, siz 12 yoki 11 iyulgacha asosiy ishni bitirib qo'ying. Shunda xato chiqsa, tuzatishga vaqt qoladi. 6-tuzoq. Faqat bir ilovaga ishonish. Ba'zan bank ilovasida qarz ko'rinmaydi, lekin soliq kabinetida bor. Yoki kommunal ilovada to'lov bor, lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bazasida yangilanmagan. Muhim masalada kamida rasmiy manbani ham tekshiring. Soliq bo'lsa, soliq organining rasmiy kabineti, davlat xizmati bo'lsa, MyTo'qqiz.uz, kommunal bo'lsa, tegishli xizmatning rasmiy kanali yoki abonent bo'limi. 7-tuzoq. Og'zaki kelishuv. Uy ijarasi, mashinani vaqtincha berish, qarindosh nomiga rasmiylashtirish, biznesda sheriklik, xodimni norasmiy ishlatish kabi holatlar keyin katta nizoga aylanadi. Biz o'zimiz kelishib olganmiz degan gap hujjat o'rnini bosa olmaydi. Agar pul, mulk, transport yoki doimiy xizmat bo'lsa, yozma va rasmiy iz qoldiring. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. 1-qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. ID karta yoki pasport, star yoki JSHR ma'lumoti, telefondan raqam, bank kartangiz, mulk hujjatlari, avtomobil texnik pasporti, kommunal shaxsiy hisob raqamlari yoningizda bo'lsin. Agar oila bo'yicha tekshirayotgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz va voyaga yetgan farzandlaringiz ma'lumotlari ham kerak bo'lishi mumkin. 2-qadam. MyTo'qqiz.uz yoki tegishli rasmiy elektron xizmatlariga kiring. U yerda shaxsiy ma'lumotlar, arizalar holati, ayrim davlat xizmatlari bo'yicha xabarnomalarni ko'rish mumkin. Agar elektron raqamli imzo talab qilinsa, uni oldindan tekshiring. Muddati tugagan bo'lsa, oxirgi kuni yangilashga urinmang. Ba'zan brauzer, parol, SMS tasdiqlash yoki texnik xatolik vaqt oladi. 3-qadam. Soliq kabinetini tekshiring. Jismoniy shaxs bo'lsangiz, mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijara daromadi, jarima va penya bor yo'qligini ko'ring. Tadbirkor bo'lsangiz, hisobotlar topshirilganmi, qarzdorlik bormi, bank tushumlari bilan deklaratsiya mosmi, xodimlar rasmiy ko'rsatilganmi, elektron hisob fakturalar va cheklar joyidami. Shularni solishtiring. 4-qadam. Kommunal xizmatlar bo'yicha har bir hisobni alohida ko'ring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha shaxsiy hisob raqamlarini tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichlari real holatga mosmi? Qarzdorlik noto'g'ri chiqmaganmi? Oxirgi to'lovlar aks etganmi? Bularni ko'rib chiqing. Agar farq bo'lsa, skrinshot. Kvitansiya va hisoblagich rasmi bilan abonent bo'limiga murojaat qiling. 5-qadam. Avtomobil bo'yicha jarimalar va muddatlarni tekshiring. Rasmiy ilovalar yoki tegishli xizmatlar orqali jarimalar bor yo'qligini ko'ring. Sug'urta polisi muddati, texnik ko'rik, ishonchnoma, avtomobil kim tomonidan boshqarilayotgani bo'yicha holatni aniqlang. Agar mashinani boshqa odam haydayotgan bo'lsa, hujjatlarni tartibga soling. Jarima kelganda uni men haydamagan edim deyish.
har doim ham masalani darhol hal qilmaydi. 6-qadam, ijtimoiy yordam olsangiz mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga borishdan oldin hujjatlarni yig'ing. Oila a'zolari pasporti yoki ID kartasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma bo'lsa, uning nusxasi, daromadga oid ma'lumotlar, yashash manzili. Ijara shartnomasi bo'lsa, u ham kerak bo'lishi mumkin. Ariza yozganda ma'lumotlarimni qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Agar tizimda noto'g'ri mulk yoki daromad ko'rinsa, qaysi ma'lumot noto'g'ri ekanini alohida ko'rsating. 7-qadam, ariza yoki murojaat yozayotganda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Masalan, qarzim noto'g'ri chiqyapti deb yozish o'rniga 2024 yil 10 iyunda 2020 ming so'm to'lov qilganman, kvitansiya raqami falon, lekin shaxsiy hisobimda qarzdorlik kamaymagan deb yozing. Aniq sana, summa, hisob raqami, hujjat raqami va telefon raqamini ko'rsating. Shunda murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. 8-qadam, barcha kvitansiya va javoblarni saqlang. Telefoningizda alohida papka oching: soliq, kommunal, avtomobil, ijtimoiy yordam, kadastr. Har bir to'lovdan keyin skrinshot qiling. Agar idoraga borsangiz, arizangizga kirim raqami oling. Og'zaki bo'ldi, hal qilamiz degan va'daga to'liq tayanmang. Rasmiy iz bo'lsa, keyin o'zingizni himoya qilish osonroq bo'ladi. 9-qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Uy, yer, ulush, meros yoki oldi sotdi bo'yicha hujjatlar eski bo'lsa, kadastr bazasida qanday ko'rinayotganini bilib oling. Uy maydoni noto'g'ri, egasi noto'g'ri. Manzil eski nom bilan turgan, ulushlar aks etmagan holatlar uchraydi. Bu nafaqat soliq, balki sotish, garovga qo'yish, meros rasmiylashtirish va subsidiya masalalarida ham ta'sir qiladi. 10-qadam, oxirgi kunga qoldirmang. Bugun tekshirsangiz, kamchilik chiqsa, 25 iyulgacha tuzatishga imkon bo'ladi. 25 iyul kuni aniqlasangiz, navbat texnik muammo, hujjat yetishmasligi yoki mas'ul xodimning javobini kutish solib kechikishingiz mumkin. Ayniqsa tadbirkorlar, ijtimoiy yordam oluvchilar va mulk egalari bu muddatga jiddiy qarashi kerak. Birinchi vaziyat, pensioner onaxonning nomida eski hovli bor, u hovlida o'g'li yashaydi, soliqni ham o'g'li to'layman degan. Lekin soliq onaxonning nomiga hisoblanadi. Bir necha yil kichik qarz yig'ilib, penya bilan kattalashadi. Onaxon bank kartasida yoki boshqa xizmatlarda cheklov sezganda bilib qoladi. To'g'ri yo'l, mulk kim nomida? Soliq kimga hisoblanadi? To'lov haqiqatda yopildimi? Shuni oldindan tekshirish. Ikkinchi vaziyat, yosh oila bola puli oladi. Vaqtincha ishga kiradi, keyin ishdan chiqadi, lekin tizimda daromad yangilanmagan bo'lishi mumkin. Natijada yordam qayta ko'rib chiqilganda oila daromadli ko'rinadi. Bunday holatda ish joyida ma'lumot, mehnat shartnomasi tugatilgani haqidagi hujjat yoki tegishli bazadagi ma'lumotni tekshirtirish kerak. 3-vaziyat. Talaba yigit mashinasini akasiga bergan. Akasi radar jarimalarni vaqtida to'lamagan. Mashina egasi talaba bo'lgani uchun jarimalar uning nomiga keladi. Keyin u boshqa hujjat ishida qarzdorlikni ko'rib hayron bo'ladi. Bu yerda eng to'g'ri choralar: jarimalarni muntazam tekshirish, mashinani boshqarayotgan shaxs bilan aniq kelishuv qilish, kerak bo'lsa ishonchnoma va to'lov mas'uliyatini yozma belgilash. 4-vaziyat, uy ijaraga berilgan, lekin shartnoma yo'q. Ijarachi 3 oy yashab, elektr va gazdan qarz qoldirib ketadi. Uy egasi bu mening qarzim emas deydi, lekin abonent hisobi uyga bog'langan. Keyin yangi ijarachi kelganda muammo boshlanadi. To'g'ri yo'l. Ijara shartnomasini rasmiylashtirish, hisoblagich ko'rsatkichlarni kirish va chiqish kunida yozib qo'yish, to'lovlarni har oy tekshirish. 5-vaziyat, kichik tadbirkor bank orqali pul oladi, lekin chek bermaydi. Yarim yil o'tgach tushumlar ko'rinadi, lekin kassa ma'lumotlari bilan mos kelmaydi. Bu savollar jarima yoki tushuntirish talabiga olib kelishi mumkin. To'g'ri yo'l, har bir savdo va xizmat bo'yicha rasmiy hujjatni joyda berish, bank tushumlari, kassa va hisobotni oyma-oy solishtirish. Men bugun sizga eng muhim narsani tushuntirdim. 15 iyulgacha kutib o'tirmasdan shaxsiy ma'lumotlar, soliq, kommunal to'lovlar, ijtimoiy yordam, avtomobil jarimalari, kadastr va tadbirkorlik hujjatlarini tekshirib qo'yish kerak. Bu ishlarning ko'pi 10-20 daqiqa vaqt oladi, lekin vaqtida qilinmasa, keyin ariza, navbat, jarima, qayta hisob-kitob va asabiylashga olib keladi. Men ekspert sifatida sizga eng amaliy tavsiyani beraman. Bugun bitta ro'yxat tuzing, oilangizdagi har bir katta yoshli odam bo'yicha asosiy ma'lumotlarni tekshiring.
qarzdorlik bo'lsa to'lang. Xato bo'lsa skrinshot va hujjat bilan murojaat qiling. Oxirgi kunga qoldirmang. Ayniqsa 15 yilgacha bo'lgan muddatga befarq qarash kerak emas. Sizda qaysi masala bo'yicha savol bor? Soliqmi, kommunal to'lovmi, bola pulimi, kadastrmi yoki avtomobil jarimalarimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan mavzularni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin.